Assalomu alaykum. Hurmatli Kokos Market guruhi a'zolari, guruhdoshlar. Hammalaringga kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Mana bugun kechagi videomizdan keyin Xo'jaqo'rg'onchalik opamiz kelgan. Bizga 28 ta zakaz berib ketgan. Xuddi shu korobishni paketi tanladilar, korobkani. Bu korobkamiz, sovg'a podarishni korobkamiz aslida 6000, 6500 sotuvda. Lekin biz optim olganlar uchun 5000 dan qilib berdik. Buni ichiga solamiz. Ular tireshka xohlamadi, o'quvchilarga allergiya bo'lmasin deb. Kukuruzimiz rombik. Rosa ham yaxshi kukuruz. И marshmallow 3 ta. Panki solamiz 3 ta. Biskvit solamiz 4 ta. Kango solamiz, chuppi solamiz. Kinder o'yinchoq solamiz. Bu rondo pechonilari, rosa ham yaxshi pechoni, bundan solamiz. Kurasan solamiz. И Twix solamiz. Ichiga 10 xil mahsulotimiz solamiz. Bular hammasi sifatli, halol. Hech qanaqa ximikat emas. Shuning uchun shularni o'zlari tanladi, ustozni o'zi kelib. 28 ta zakaz berdi bizga. 28 ta yasab bering, iltimos dedi. Rahmat aytamiz bu singlimizga ham. Qolganlar ham bemalol kelib, biz yasagan sovg'alardan qoniqmasalar, o'zinglaring xohlagan deb qilib yasab ketishlaring mumkin. Mana yo'qda Xalq bankimiz zakaz bergan 100 ming sovg'a. Endi uni yasaymiz. Sizlarni ham Kokos Marketda kutib qolamiz. Kelaverasizlar.